Bir xonali, 30 kvadrat metrli vana tualetimiz bitta joyda joylashgan, kafelangan. Remonti toza. Remontdan keyin bitta oila yashadi. Keyin ikkinchi marta yana topshiryapmiz. Siz ikkinchi bo'lib kelib yashaysiz, xudo xolasa. Qaranglar, 30 kvadrat metrli. Mana bunaqasi kirib kelyapmiz. Mana prixoshka bo'lyapti. Bu yoqda zal, vonna tualet, bu yoqda oshxona. Oshxona mebellar qo'yilgan, dimoxod vitishkalari bor, gaz plita bor, ikkita kamerali xolodilnigimiz bor, ishlaydi. Akvariumlar qo'yilgan. Remonti toza, mazza qilib yashaysizlar. Oyoq tagida gilami bor. Linoleum qilingan. Tak qaranglar, mana bitta qishda xudo xolasa mana bitta batareyka bor oshxonada. Bu yoqda zalda ham bor. Akvariumlari bor, matras bor. Xohlasangiz ishlatasiz, bo'lmasam chekka olib qo'yasiz. Narxi $270 faqat oilaga, uzoq muddatga. Qaranglar, uyi qandoq qabul qilgan bo'lsanglar, shundoq topshirish sharti bilan arindaga beriladi. Agar yosh oila bo'ladigan bo'lsa, undan ham zo'r. Kommunal to'lovlari 0 dan 100 gacha hammasi sizdan. Sizlar bilan Makler Akmal, obunaq bo'lsangiz sizlardan chiqmasin. Profilimda boshqa uylar bor. Telefon qilaverasizlar. Rasmiy lokatsiya Telegram kanalida. Uysozlar mahallasi va Uysozlar bozori. Bu panelli, massiv panelli bozorchaning yonida joylashgan. Andalus supermarketini orqasida joylashgan. 9 etajli domba 9-etajda joylashgan bir xonali uyi ko'rib chiqamiz.